Va şu sildigan iliq ittifoq yo'li degan yerga chiribdimi? Hozir bu topolmadim bu sizning shirkat nima deydi? Ha? Etrafimda gul turdi. Voy, ochib turingmi? O, tulmovchi qo'y go'shti lag'man qansa pazvat tarmoq turkini. O bu tulmovchi pazvatdan bakina. Yo, men shuni oldim ekanman. Haylanglar sizlar shirkat tutib turinglar. Men 2 soatdan lag'man yetib chiqayman. Tulmovchiqdan lag'man yemiga yachni tamturdik tashlaymiz. Hey, baxtli quchqoch. Baxtaxon. Siz bilan nima ish qilsiz, baxtli quchqoch? Siz nima ish qilsiz men keldim-da? Bu ishga qo'rshab bilan keldingmi meni? Qiziq gap bo'lgansa, men Feyzvat mening jutom. Cho'nglarni yo'qlab kelgan baxtaxon. Siz nima ish qilsizlar? Sizning jutom nimadan? Ya, men bir og'inam o'sha shirkatga shuni qilishga kelgan qalanglar. Shu shirkatga chiqmoqchi edim, tuyuqsiz tushib qoldik bu yerda. Gap qoldik. Sizlar cho'nglarni nima? Adamni yo'qlab kelgan bo'lsangiz, beraveringlar. Men og'inam shirkatga chiqib kelayman da'vat. Nega baxtaxon? Ya, men shirkatga chiqib Ay, shoh. Ma. Ben og'inamdan qochib bordim. O'tinay, unda qilmoqlamam. Ya. Qollar. Ne qaldırasın deyman, baxt qushqoch deyman. Ya qaylanglar davatani men shu og'inamdan qishqa kelgan, men pazvatga og'inamni bir ko'rsatib, menga Ne kelgan? Men og'inamdan qishqa kelganman. Og'inamdan qishqa kelgan, men shu chiqilib qo'yanglar, ishkongga qo'zg'olgan chiqqan bo'lsa, tamoqlarni o'zing yeb, meni o'sha chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Qaylanglar baxt qushqoch. Mayada, mehmon qilsanglarmi qilasizlar, qilmasanglarmi qilasizlar? Qaylanglar Davut. Ey Davutani bu pazvat sizning juton o'tsa, bu sizning jutga kelib, men sizni mehmon qildigan ish nima? Oy, men sizning jutoningda mehmon qilsam bo'ladi. Sizlar mayada meni mehmon qilsanglar bo'lmaydi. Ajabda. İşinizden chiqib qapti-da. Xotin bilan ikkimizni ilonch o'ynatqizib, yana tek o'g'a bir yonda tursin, tek bir yeshik bir narsani elib chiqibsizlar. Baxtaxon, mehmon qilganga Çiğmeyda restoranından chiqib qoldi. Yo'q, mening esimda 100% bor Davut. Men miyaga muhim ish bilan kelgan, og'inamni qishig'a chirib chiqmasam bo'lmaydi. Men mehmon qilay, lekin bugun emas, keyin mehmon qilay. Men bir ashak bir chiqib chiray. Qaylanglar Baxtaxon. Miyaga men sizni mehmon qildi deb aytdim. Cho'qim mehmon qilasizlar. Nima qilasizlar? Atesh nima qilasizlar? Gap qilmasam nima? Davomli qishda qilib o'tganimdan chiqib mehmon qildinglar meni. Mehmon qilaverdim men sizni. Qanday deb bor. Sizlar bir qatim mehmon qilib, ikki qatim mehmon qilgan bo'lib ketdinglarmi? Qosim jigitim, qosim. Voy qaylanglar, ular qo'rqdi 2 qatim, 3 qatim meni mehmon qilib, shu bizga ish dedinglarmi? Oylig'ini 30-40 kavab bo'lishiga yeyapti. Meni bir 2 qatim sizlarni bir mehmon qilib qo'yganga nima qilsa, og'aylarni qishib chiqamay chaqchaqamanglar deyman. Qo'yanglar meni nima? Qo'yinglar atesh, qo'yanglar meni deyman. Qo'yanglar deyman. O'tira aka. Nima gap qilmasa kuchkim desa akilib menga. Etim chiqmoqdek sizga aklashmayman. Davutjon bizning akillarma, akilaydigan. Bunday hurmatlarni qilganni bilmaylar. Lag'ma yemdoq yemendoq. Ayolima. Lag'ma yemdoq ya. Yeymiz. Kalopcha. Yemdoq. Yeymiz. Ha. Ne diyeymiz? Pazvat tumochiqda. Men deprema. Peyzvat nayim mübarek merik zalının qiypanş udildiki tolmoç qo'ygish lag'mayxonasi deymizga. Yeymiz. Ha. Yemdikemiz baxt qushqoch. Etkensizlar. To's qalding meni yevatgan. Qanday ekan baxt qushqoch? Ot tekkan. Buku tekkan. Tuz otasi ya bunlar. Ayolima. Erkin otasi ya. Tutulaydigan adam ya titrep. Ha, rost qanima? Mulozim. Mulozim. Xo'sh. Bayon kelsan? Qaysafkam. Biz bu yarım saatda ishib ketib edi, o'taqli bir piyola choylar yo'q. Bu nima ish endi bu? Qaysafkam. Ma bez deb to'la ortiq gapni qilmay. Ma ata-aytam biz Qashqardan keldik. Ma og'inam ata-aytam mush Feyzvat xumush qilag'ma yeymiz deb mehmon qildirmiz deb bilmishak birga keldik. Shunga g'achchidlamsizlar. Oshdan 3 ne 30 kebab shaqqida chiqsa. Bez aka bugun ochmagan. Ha? Voy, gap tuzliqma, obdan qilib solama, o'zimni inislaman, bag'rim enim kim? Ochmaganmi tinglar bugun? Ochmabdi Davut. Az gap qilinglar Baxtaxon. Ya ochmabdi kim bugun? Qaysafkam. Ochmagan degan gapni qilmasa. Ma ata-aytam ma baxt qushqochni mehmon qiladi deb keldik.
Qanday qilib bo'lsa, bizga mana osh bilan kabob nekalsa. Ben bugun açmagan toq aka. Endi men bizdan piyoz va tomoch qo'ygoch lag'man xonimiz aka. Ha. 18-sizlar bir kun haqsiz faoliyat o'rlashtirdik. Aytma. 18-sizlar haqsiz, haqsiz bir faoliyat o'rlashtirdinglar. Tamoq yesak haqsiz danglar. Bo'ladi qachki. Da'vat ko'rdinglar, men to'g'ri kelib qilishdan men buga og'inamdan shu qoldirayman emasmi? 18-sizlar amana bu pazvatning tomoch qo'ygoch lag'man xonasi faoliyat o'rlashtiribdi. Shunga silma bishka tutdiringlar, uzem mana. Kishi uzem mehmon qilmay xotirjam bilan og'inamdan qishqa chiqib. Yo'q, men o'tmoqchi edim. Joy o'tmoqchi edim. Qaylanglar bu. Sizlar xiyman maxinim erish yo'l bo'lsa ma. Qochqilchiqni chiqiribman. Hojatxona oshkina oz kerak. Va to'liq jiqqa qilmanglar, baxt chiqash deyman. Jim o'tasizlar. Qaysi rafkam? Biz atoydan Qashqardan keldi, qaysi? Qanday qilib bo'lsa bir amal qilib, oshdan kabob nekalsa. Cho'qim yeymiz to'mochni lag'manni. Shundaymi yo? Shunday. Ha. Shaqqida amal qilsa. Bo'libdi aka. Qashqardan ataytib kepsilamasmi? Ha, deyman. Bo'libdi deyman. Shichirab ustamaga deb o'rlashtiramiz. Ha. Bir amal qil rafkam. Mana quruqchi kelsak bo'lmaydi atoydan kelganda. Og'zi qilam urdiga bekkanmish. Yalan bak. Oy. Foton. Yalan. Bason tahsildan oldi qo'yib qo'ygansizlar xotnongni. Ha, bakmsan bo'lmaydi. Obdan boqatgansizlar. Ikkimizning yeyishi bizda ish qilsa xotnongning yeyishi saq 30 zaq. Shunga buqdek shuni kelgan kindas. Shu, ashundan bakmsan bo'lmaydi ma xotinni. Bayam ko'rgansizlar baxti Yo, ko'rdim. Obdan boqatgansizlar ziqlab. Ashundan siz yeylar, arish yo'l bo'lsa. Qalanni bir yerda urishib qolib qolsanglar, mushishib qolsanglar, xotnongni oldiga chiqarib qo'yib, o'zingni keltirib turdi qaqshaysizlar. Aslida bir kalpan yanglar bor taqva. Ma'qul. Yisiya. Maqa. O'xshabdi, Ha, o'xshabdi. Baxti chiqash nima? Desa, o'rindiqda maq yo'qda? Ya, maq yo'q ekan shu. Bunaqa shirkat. Baxti chiqash yanisini shirkat deb g'ippa qo'yib qochmoqchiman. Voy, yo'q, hozir sinman tursa, men bu g'ippa qasam tutib qolaman. Mumkin emas, bu mening jutumdan bir yoqqa ketishinglar. Shu sal nim qilib qopti, be chiqib cheysam bo'ldi. Rasmoy ya baxti chiqash. Yo'ras chiqaman chirima. Qanchalik vaqt chirasizlar? 3 minut. 3 minutmi? Rast chirsizlar? Yo'q chirima. Unda bo'lsa, dikki chiqib ishlaylik chiringlar. Saqlab turamiz, juma. Ma'qul. Yana 10 kabobni taq jolaymiz taqa. Xotirjam joylaysan. Bo'l chatoq yo'q. Men o'zim iymon qildim dedim emasmi? Men chiqib chiray. Ma'qul, yesa yanga, yesa. Yana xotini. Xotin. Bu baxt chiqach o'birni haqqancha olsa mashina bilan bormas. Men Qashqarga ketdim, xo'sh kavod. Ko'rmamiz xotin, ma baxt chiqach yana bizni boplabda o'g'rini qaraq boplagandek, yana mushnanga boplandikmi xotin? Ha, rost xotin. Biz to'ychini beramiz shundaymi? Ayat 18-sizlar bir kun bekalaq. Sen urug' tuqqanlik qilib qila. Aka, men ayatda bir to'ycha vermoqchi edim aka. Shuni sen o'sha urug' tuqqanlar bilishtirish hammasi bir xabar qilib bersan aka. O'rnima? Payzvatnaya ittifoq yo'li, muborak Marikazalniki qiypash o'dliq joylashgan tomochi qo'ygich lag'man xonasida. Ha, maqa. Hey acha. Biz aytganlik Davlatjon bilan to'yimizdan chini bermoqchi edik. Hamish urug' tuqqan butun do'st birodarlik deb qo'ysang, mush Payzvat naya ittifoq yo'li muborak to'y Marikazalning qiypash o'dildagi tomochi qo'ygich lag'man xonasida ajma. 18-sizlar. Ma'qul. Tasavvurdan bo'ldi xotin. Anından ziyon qilsak, ma'nodan foydaldik. Men bir kun hamish taqib chiqib oldik ekanmiz. Mash toza. O'yindam 10 kilo var xotin. Ana xotin, xotin. Xotin, obda yegil.